Assalamu alaykum hörmətli savaqdaşlar. Taybə dərsxanamıza xoş gəldinizlər. Biz bugünkü dərsimizdə əmdi hadisninki qismlərinin ən axırki qismləri tunuşumuz və kitabımız ayaqlaşıdı. İndi olsa biz dərsimizi oxuyaq. Bismillahirrahmanirrahim. Mu'telif və munkerini oxuyumuz ki, aldılan. Mu'telif degan nima desanglar, biz ilgirki saatlik dərsimizdə muttafaqni oxugan şundağı. Muttafaq degan nimada yezilish və o'qilish jihati o'xshash. Abbas, ikki odam ismi bir lekin. Mu'telif degan nima desa, yezilishda o'xshaydi, ammo o'qilishi o'xshamaydi. Masalan, salam deb bir odam bor. Uning yezilishimi yana bir odam bor. Uning yezilishimi sen lam bilan yeziladi, ammo o'qilishi sallam. Birisi salam, birisi sallam. Demak, yezilish jihati o'xshaydi, talaffuzi qanday qilmaydi? O'xshamaydi. Masalan, salama bilan salma deganga o'xshagan. Bunun bo'ladi, mu'telif bo'ladi. Demak, mushiyagacha diqqat qilgan. Unda o'xshamishi bu muxtalif bo'ladi. Dedim mu'telif deganimiz muttafiqul xatti faqat. Faqat yezli jihatdan o'xshash o'g'ini. Ammo talaffuzi qanaqa qilmaydi? O'xshamaydi. Xuddi salam, sallam deganga o'xshagan. Vadidduhu uning qarama-qarshisi muxtalif bo'ladi. Ya'ni xatda o'xshamaydigan odatdagi normallari biz muxtalif deb ataymiz. Demak, men muxtalif degan gapni qofiya uchun kelgan bu muxtalif deb tushuntirish. Ya'ni mu'telif bu yerdagi maqsad qilingan. Faxshal g'alat deydi. Xato o'qib qilishni qada qiling, qo'rqing, diqqat qiling. Xato o'qib solmang. Masalan, bu lafziy jihatda ilgirki davrda chiksiz yozilgan chiqqan. Masalan, Abbas bilan Ayashninki yozilishida farq yo'q. Chiksiz yozilgan vaqtlarda Ayashni Abbas deb, Abbasni Ayash deb o'qib qilish ehtimolimi ko'p bor. Shunga faxshal g'alat. Xato o'qishni diqqat qiling. Endi munkar degan qanday desanglar buni oddiy qaranglar. Bir hadisning hamma odam ishonchli bo'lib, bir sanatda bir odam bor. Bu odamningki adolatida masala bor. Yoki bu odam cho'ng gunohdan o'zini tortmaydi, yoki cho'ng gunohdan o'zini tortadi, kichik gunohni davom qiladi, yana adolatli qila olmaydi. Bu shunday bir odam bo'lib qolsa, yoki cho'ng gunohdan o'zini tortadi, kichik gunohdan davom qilmaydi, lekin o'rib odatga xilaf ish qiladi. Xalqlar yomon ko'radigan ishni qiladi. Xato bo'lmasa-mu, xalqlar yomon ko'radigan ishni qiladi. Masalan, bizning o'rib odatimizni nimani yomon ko'radi? Masalan, bir soqolliq bir odamningki qip-qizil rangli xat yozilgan shundaq kimlarni kiyib minishini xalqlar bu o'ziga yarashmaydigan ish qilibdi deydi shundaq. Demak, har bir odamga yarashadigan bir ishlar bor. Shu yarashadigan ishni qilmaydigan mandaq odam uni bo'ladi, adolat tushib ketgan bo'ladi. Demak, shunda odamdan birisi bo'lib qolsa, hadisda bu hadis munkar bo'ladi. Sevilmaydi. Al-munkar al-fardu bihi rawin ghadat ta'diluhu la yahmilu at-tafarruda. Munkar deganimiz al-fard bihi rawin. Bir shaxsga al-fard, yolg'iz bir shaxsga rivoyat qiluvchi g'ada sara ma'nosida bo'ldi uningki adlisi la yahmilu at-tafarruda. Ya'ni yolg'iz bo'lib qolsa, yolg'izlikni ko'tarolmaydigan bo'lib qoldi. Ya'ni shu odam hadisninki isnodida yolg'izlan bo'lib qolsa, qanday qilinmaydi? Bu odamga adil deb baho berilmaydi. Agar u hadis boshqa yo'llar bilan kuchlansa, masalan, yoki yana boshqa odam bo'lib qolsa shu sanatda, bu qanday qiladi? Ko'taradi. Shunday, ammo bir odam bo'lib qolsa, bu yolg'iz odam bo'lib qolsa ko'tarilmaydi. Demak, hadisning isnodida bir odam bo'lib, yolg'iz bir odam bor. Bu yolg'iz odam adil emas. Bunda bo'lib qolsa, bu hadisning bo'ladi munkar bo'ladi. Undan keyin matruk hadis. Matruk hadis degan nima desanglar? Bir hadisning isnodida bir odam bor. Bu odam yolg'onchi deb hadisshunos olimlar deb bekitgan. Yolg'onchi yoki hadisi ojiz odamning hadis qabul qilinmaydi. Yoki bu odamning yodlash quvvati zaif, ojiz deb bekitgan. Bu shunday bir odam bo'lib qolsa, bu hadisning bo'ladi matruk. Matruk hadis degan nima desanglar? Ma wahidun bihi infarada. Infarada muhimi. Ma allazi wahidun bihi infarad. Ya'ni bir hadisda bir odam yolg'iz bo'ldi. Bir sanatda yolg'iz bir odam naql qildi. Bu odam qanday odam desanglar? U ajma'u li da'fihi. İcma kelgan u odamning ojizligiga. Ya'ni u odamningki ojizligi, ya'ni yodish quvvati ojiz yoki u odamning naql qilgan hadislar ojiz deb ijmo kelgan bir odam bor. Ham bu odam yolg'iz bir sanatda.
Bunda olib qalsa, fahuva karad. Bu qanaqa rad qilinadi, rad qilingan o'xshash rad qilinadi, qabul qilinmaydi. Ojiz hadis. En oxirgisi mavzu hadis. Mavzu hadis deb ko'p anglashinglar mumkin. Mavzu hadis degan nima desanglar, butunlay to'qilma. Payg'ambar alayhisalom demaganlar hadis. Wal kizbul muxtalaqul masnu'u alan nabiy fazalika mavdu'u deydi. Yalgan, to'qilgan, yasalgan payg'ambarimizga ana shu mavzudur. Demek mavzu degan mushu. Endi oxirida وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيقوني. Keldi. Nima keldi? Bu hadisning qismlari qop ichidagi javhardek keldi. Atadim men uni Manzumatul Bayquni deb atadim. Bu qismlari qancha qism bo'lib keldi? Fawqa 30 bi 4. Ya'ni 34 30ning yuqorisida 4 dedi-ku. 34 qism bo'lib keldi. Aqsamuha o hadisning qismlari thumma bi khayrin khutimat. Oxirida yaxshilik bilan qada qildi, oyoqlashdi deydi. Demak, 34 betda hadisning 34 qismlarini qada qilyapti, so'zlayapti. Mushu yerda bizning darsimiz oxirlashdi, ammo sizlarga tavsiya qilganim mayli qaysi hadis, usul hadis kitobini o'qinglar, asosliq mushu mazmunni cho'rdigan, mushu mazmundan azroq tafsil qilgan mazmunlar so'zlanadi. Masalan, Taysir Mustalahul hadisni o'qisanglarmi, doktor Mahmud Tahanninki Muşunun bir kısım kengaytib, misal berip so'zlaydi, ammo javhari mushu. Shuning uchun bu kitap en ko'p o'qitiladi. Bular ammo mubtadiillarga, ya'ni tunji boshlaganlarga bu kitap o'qitildi. Bu kitap sizlar usul hadisni üzerinde bekitay desanglar, jiq emas 34 bet. Men buningki o'qilishini yo'llab qo'yman. O'qilishini kunda anglab, bir kunda buni sizlar yodlab bilasizlar. Buni yodlab olsanglar, usul hadisniki sizlarga asosi bekgan bo'ladi. Yoki to'g'ri yazsanglarmi chiqadi. Sovut matn Manzumatul Bayquni deb yazsanglar, o'qib bergan shakl chiqadi. 34 bet buni yodlab etinglar. Unda bo'lsa o'qitishlar bizningki usul hadis darsligimiz mush yerda oxirlashdi. Kelarki soatlik darsimizni ko'rishaylik. Assalomu alaykum. مؤتلف متفق الخط فقط وضده مختلف فاخشى الغلط والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفردا متروكه مواحد به انفرد وأجمعوا لضعفه فهو كرد والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيقوني فوق 30 ب4 أتت أقسامها تمت بخير ختمت